Qora qo'chqor kimniki ekan? Sotildi ana, rosa moment keldi. Sotildimi? Qancha bo'ldi? Qancha? Qanchaga sotildi? 4 million 600 mingga mana shu qora qo'chqor sotildi. Cho'mi? Yo'q. Qancha deyapsiz? Bular 4dan deyapmiz. 4dan? Tabi bor. Mana shu sariq qo'chqor 3 million 300 mingga sotilibdi. Qancha? 3 million 200 kami bor. 3 million 200 ming kami bor. Bizniki Nech pul deyapsiz? 6 million. 6 million ha? Qo'chqor ekan 6 million baho aytyapti. Qo'chqorlar qanchadan? 6dan. 6 milliondan baho aytilyapti. Mana shu qora qo'chqorlar ham. Telefon raqamingizni aytingmi bo'lmasa? Shu ikki qo'chqorni qancha deyapsiz? Qancha? Beraveradi 5 million hozir. 5 milliondan baho aytilyapti mana shu ikki qo'chqorga. Bu kattasi qancha? 5 million kattasi. Kichigi mana kichkina, sal kichikroq, chorog'i. Qancha? 4 million ha bunisi. Bu qo'zilar nima? Sog'lommi qo'chqormi? Qo'chqorchalar. Nech puldan baho aytyapsizlar? 2,5 milliondan baho aytilyapti mana shu qo'chqorchalar. Mana shu qo'chqorchalar 2 million 300 mingdanmi? 2 million 300 mingdan kami bor deyapti. Hammasi qo'chqor ekan. To'royli bo'g'az ekan. 14 million baho aytibdi. Tri vazniga 55 ming so'mdan taroziga qo'yib beraveraman deyapti. Tri vazniga 55 ming so'mdan. Mana shu novvosda 25 million baho aytyapti. 19 millionga so'rashibdi. Qurbonlik uchun olinibdi 5 million so'mga. Mana shu xunajin 8 million 900 mingga sotilibdi. 100 mingni ham 9 millionga. Ha, batafsil ko'rlar 8 million 900 ming. Yaxshigina xunajin ekan. Mana shu qo'chqor 3 soliq ekan, uzr, soliq 3 million 300 mingga sotilibdi. Baylab kelganda tez-tez. Cho'mi? Yo'q. Qancha deyapsiz? Bular 4dan deyapmiz. 4dan? Tabi bor. Suvi ham qisir. Qisir, ha. Boqqani. Boqqani ham suvi. Semiz. Qayerdan? Telefon raqami aytasizmi? 77. 262 70 60. Serop. O'zlardan Qo'zlar kimniki? Qo'chqor bizdan bular. Nech pul deyapsiz? Ana shu ben chekka deyin ayting. 3 million 200 kami bor. Qancha? 3 million 200 kami bor. 3 million 200 ming kami bor. Qolganlari ham holatiga qarab, ha? Kelishtirib beradi. Assalomu alaykum. Kimniki qo'y? Bizniki Nech pul deyapsiz? 6 million. 6 million ha? Qo'chqor ekan 6 million baho aytyapti. Qo'chqorlar qanchadan? 6dan. 6 milliondan baho aytilyapti. Mana shu qora qo'chqorlar ham. Telefon raqamingizni aytingmi bo'lmasa? 90 390 0851. Shu telefon raqamiga murojaat qilib so'raverasizlar. Mana shu qo'chqorlar 6 milliondan baho aytilyapti. Bu qora qo'chqor kimniki ekan? Sotildi ana, rosa moment keldi. Sotildimi? Qancha bo'ldi? Qancha? Qanchaga sotildi? 4 million 600 mingga mana shu qora qo'chqor sotildi. Mana shu ikki qo'chqorni qancha deyapsiz? Qancha? Beraveradi 5 million hozir. 5 milliondan baho aytilyapti mana shu ikki qo'chqorga. So'y bo'ladimi? Menga qarang. Ha, mana shu ikki 20 million. Ha. Mana shu to'rov qo'chqorlar 5 milliondan baho aytilyapti. Qancha baho aytyapsiz bu ikki qo'yga? Bu kattasi qancha? 5 million kattasi. Kichigi mana kichkina, sal kichikroq, chorog'i. Qancha? 4 million ha bunisi. Bu qo'zilar nima? Sog'lommi qo'chqormi? Qo'chqorchalar. Nech puldan baho aytyapsizlar? 2,5 milliondan baho aytilyapti mana shu qo'chqorchalar. Mana shu qo'chqorchalar 2 million
300 mingdanmi? 2 million 300 mingdan kami bor deyapti. Hammasi qo'chqor ekan. Mana shu egizak qo'ydi. Bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor ekan. Mana shu ikkovi bolasi ekan. Nech pul deyapsiz? 6 million so'm baho aytyapti. Yana ikkita qo'zichoqlar ham bor ekan. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 580 48 17. Shu telefon raqamiga telefon qilib so'rashlaring ham mumkin. Bu qo'chqorcha mana shuni 3 million baho aytyapti, kami bor ekan. Bu qo'chqorlar, boqilgan qo'chqor ekan. Qancha mana shu qo'chqor? Qancha? 8 million baho aytilyapti. Mana shunda har xil qo'chqorlar bor ekan, mana 5 ta qo'chqor. Telefon raqamini aytib qo'ying. 90 407 07 09. Shu telefon raqamiga telefon qilib ham so'rashlaring mumkin. Qancha deyapsiz qo'chqorni? 5 million deyapsiz kami bor. Kami bor. 5 millionga kami bor ekan. Bularchi, bularni qanchadan deyapsiz? Mana shu qo'chqor ekan. Qancha qo'chqorchasi? Qancha? 3 million. 3 million kami bor. Qolgan mana 3 tasi sog'liq ekan. 3 milliondan baho aytyapti. Telefon raqamingizni ham aytib qo'ying. 91lik 655 88 17. Shu telefon raqamiga murojaat qilib so'rashlaring ham mumkin. Mana shu sariq qo'chqor 3 million 300 mingga sotilibdi. Mana shu navvarchani 17 million baho aytyapti. 13 million so'rashibdi. Hali bahosi pishgan yo'q bahosi. Mana shu sigir to'royli bo'g'az ekan, 14 million baho aytibdi. 2 millionga so'rashyapti ekan. Bolasi yo'q, to'royli bo'g'az. 5 litr suti bor ekan. Mana shu sigir ikkinchi tug'ish ekan, bolasi xonajin ekan. Mana bolasi xonajin. 25 million baho aytyapti. Ikkinchi tug'ishiga 20 million so'rashyapti ekan. Mana bolasi xonajin ekan. Bolasi ham kattagina ekan. Telefon raqamingizni aytib qo'ying bo'lmasa. 90lik 633 45 00. Mana shu sigir kerak bo'lsa, ikkinchi tug'ish ekan. Mana shu telefon raqamiga murojaat qilaverasizlar. Mana shu Eko Novvasda 36 million baho aytyapti, 18 milliondan. Mana bunisi qora, bunisi qizg'ish. Bunisini 16 million baho aytyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 336 0205 390 0205. Shu mana shu ikkita telefon raqamiga murojaat qilib so'raverasizlar. Mana shu novvoslarda tri vazniga 55 ming so'mdan taroziga qo'yib beraveraman deyapti. Tri vazniga 55 ming so'mdan. Mana shu novvosda 25 million baho aytyapti. 19 millionga so'rashibdi. Nomer ham aytib qo'yinglar bo'lmasa. 90lik 560 27 97. Shu nomerga telefon qilishlaring ham mumkin. Deyapsiz, gapirib turinglar, atalab kelishdi. Nech pulga so'rayapti? 3 millionga hozir baho pishmayapti bahosi. Qo'ydi qaranglar, qo'ydi. Qo'chqormi? Qo'chqor. Qo'chqor 3 millionga savdosi pishmay turibdi hozircha. Ash qo'chqormi solim? Qo'chqor 3 million 900 mingga sotilibdi. Mana ko'ryapsizlar. Imom Jinnol. Voy, ana 25 dan berasan. 4 million 350 ming bo'pti mana shu qo'chqor. Yaxshigina qo'y ekan mana. 5 millionga bunisi bo'pti mana. 5 million so'mga sotilibdi. Qo'chqor. Tayyor ekan. Yaqinda Qurbonlik hayitiga olishibdi. Qurbonlik uchun olinibdi 5 million so'mga. Mana shu xonajin 8 million 900 mingga sotilibdi. 100 minglik ham 9 millionga. Ha, batafsil ko'rlar 8 million 900 ming. Yaxshigina xonajin ekan. Mana shu qo'chqor 3 soliq ekan, uzr, soliq 3 million 300 mingga sotilibdi. Mana 3 million 300 mingga mana shu soliq qo'y sotildi. Mana shu qo'chqor 3 million 600 mingga sotilibdi.
Nasib qilsin. 3 million 300 mingga mana shu soliq qo'y sotildi. Nasib qilsin. 4 million 600 mingga mana shu qo'chqor sotildi. Yaxshilab oling. 4 million 600 ming bo'pti. Nasib qilsin. Qurvoli hayitiga olishibdi. Qurvoli qilish uchun. Mana shu uchov qo'y 10 million 300 ming bo'pti. Qo'chqor 10 million 300 mingga bo'pti. Yaxshi. Baraka topsin olganam. Sotganam baraka topsin. Mana shu qo'chqor 4 million 600 mingga baho bo'lib sotilibdi. 4 million 600 ming. Bu 35 kilodan ortiq chiqadi. 4 million 600 ga sotilibdi. Yana 10 ta bor deyapti. Yana 10 ta bor ekan shunaqa qo'chqordan. Nomeringizni aytib qo'ying. 272 4089. 272 4089. 4089 telefon raqamiga murojaat qilib so'rashlari mumkin. Yana 10 ta bor ekan. Mana chekkadagi qo'chqordan 4 million 600 mingga sotildi. Ko'rmayapti hech kimniki o'zi asli. Mana shu qo'chqor 5 million 200 ga baho bo'ldi, sotildi. Yana sotilaveradi aka. 40 kilo yuki bor menimcha. Go'shi. So'mkaga ham. Olavering, zo'r bunaqa qo'y oladi. Qancha bo'ldi? Qancha? 53 yarim. 5 million 350 ming bo'ldi mana shu qo'chqor. Prinsipim yo'q. Kattagina tayyor qo'chqor 5 million 350 ming. 40 kilo ortiq go'shi. Mana shu qo'chqor. Qurbon hayitiga, qurbonlik uchun olinibdi 5 million 350 mingga. Yana qurbon hayitigacha yana boqishi mumkin buni. 6 million. Mana shu qora qo'chqor. O'rtoq aka nima tayyorlayapmanmi? 5 million 350 ming. 9,5 millionga mana shu to'rov qo'chqor sotilmoqda. 19,5 millionga borib. Ana 20 million 500 mingga bordi, savdosi pishmayapti. Mana shu Novvos. Mana shu Novvos 14 millionga sotilibdi. 14 million so'mga sotildi Novvos. Mana shu xunajin 9 millionga olindi. Sotiladi. 100 mingdan 9 million bo'lsa, mana shu insonga sotiladi. 8 million 900 ming bo'pti. Mana shu Novvos xunajinda agar qiziqqanlar bo'lsa, nomerini ayting, ya qattiq ayting. 91lik 129 99 90 egasini oti Ilhomjon. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Mana shu xunajin 12 million 800 mingga baho bo'pti, lekin savdosi pishgani yo'q. Mana shu xunajinga qiziqqanlar bo'lsa, nomer aytib qo'ying. 90li 409 61 64 nomer. Telefon qilaverasizlar. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Ha, Oltariq Polason qishlog'idan ekan. Mana shu echki bolalari ham mana kelibdi sotuvga. Mana bu oqi kattaroq ekan. Nech pul deyapsiz oqini? Oqini 600 ming. 600 ming baho aytyapti oqiga, taka ekovi ham. Qorasi nech pul? 500 ming. Qorasi 500 ming ekan. Hurmatli o'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mol bozori xudo xolasa kuchayib ketadi. Hurmatli o'rtoqlar, mana oziq-ovqat mahsulotlari ham kelibdi. Un, paxta yog'i, tuz. Mana shu narsalar mana bozor xudo xolasa kuchayyapti, Qapchig'ay mol bozori. Telefon raqamlari ham bor ekan mana. Bedani presi nech pul? 40 ming. 40 million, 40 ming. Bitta donasi 40 mingga uzr savdo bo'lyapti. Somon pres qancha? 17 ming. 17 mingdan somon pres. 120 lik pres ekan. 17 ming so'm baho aytyapti. 51 dona bor ekan. 50 tasiga pul beraversa o'sha. 50 tasiga pul beraveradi deyapti. Bitta donasi 40 mingdan. Bedani presi.